Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan MOSFETlar ro'yxatdan o'tishini ko'rib chiqamiz. MOSFET ilovasiga kirib olamiz. App Store'dan skachat qilsa bo'ladi. Samsunglarda esa Play Marketda bo'lmasa agar X'da bosamiz, bunaqa chiqsa. Keyin kirish va ro'yxatdan o'tish turadi tepada. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Keyin bu yerda mana shunaqa chiqadi. Biz один klikda bosamiz. Bir klikdani bosamiz va davlat tanlaymiz. Rossiya. Qayerda bo'lsangiz o'sha yerni davlatni tanlaysiz. Biz O'zbekistondamiz, O'zbekiston tanlaymiz. Va pul birligi qaysi so'mda o'ynayman desalaringiz, o'sha so'mni tanlaysiz. Biz so'mda o'ynaymiz, so'mni bosamiz. Keyin promokod degan joyiga DM701 yozamiz. Qo'llashni bosamiz. Mana promokod amal qiladi deyapti. Keyin mana bu joylarida nima o'yin o'ynaymiz? Sport o'yinlariga pul tikamizmi yoki kazino o'yinlarigami? 300 million so'mgacha bonus beradi. Biz ko'proq kazino o'ynaymiz, shuning uchun kazinoni bosamiz. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Keyin mana akkaunt salkam tayyor. Mana bu yerdan birdan telefon raqam olsa bo'ladi. Lekin biz bu yerdan olmaymiz. Mana bu narsani keyin screenshot qilib olamiz. Ro'yxatdan o'tish yakunlandi degan narsani. Buni screenshot qilib olamiz. Chunki agar akkauntdan chiqib ketsak, bizga yana kirish uchun kerak bo'ladi. X'ni bosamiz, mana hisob to'ldirish birdan chiqadi. Bu yerlardan hisob to'ldirsa bo'ladi. Birinchi o'rinda lekin bu yerda keyin mana birinchi o'rinda lekin anadan o'tish kerak. Polni registratsiyadan o'tish kerak-da. Hozir sizlarga shu narsani tushuntiraman. Keyin mana bu 3 ta chiziqchani bosamiz, chiqaradi. Keyin mana bu ID degan joyning ustiga bosamiz. Mana endi shaxsiy ma'lumotlar degan narsani bosamiz. Keyin bir boshdan boshlaymiz. Telefon raqamingizni kirgizasizlar, keyin sizlarga SMS kod yuboradi. SMS kodni to'ldirasizlar, tasdiqlashni bosasizlar, bo'ldi. Keyin email shartimiz telefon raqam yoki email kirgizsangiz ham bo'ladi telefon raqamini o'rniga. Mana bu joyga. Keyin familiyangizni kirgizasizlar, ismni kirgizasizlar, jinsingiz erkakmisiz, ayolmisiz shuni kirgizasizlar. Keyin qaysi shaharda turishlaringiz, nickname kerak emas, tug'ilgan sana. Hujjat raqamini kirgizasizlar. Hujjat raqami degani AD shunaqa bo'ladi-ku. Seriya raqam. Ana shuni kirgizasizlar. Keyin bonuslar. Mana bonuslar. Hammaga bonus beradi. 10 million pul tiksalaringiz 100 million masalan yoki 5 million pul tiksalaringiz yana sizlarga 5 million qilib beradi. Mana bonuslar DM701 promokodi uchun. Mana ikkinchi depozitdan keyin mana bular ochiladi. Mana necha foiz qancha sizlarga puli 150% pul beradi sizlarga. 125 mingdan 125 ming tassangiz 125 ming, 500 ming tassangiz 500 ming sizlarga bonus beradi. Voucher bizda yo'q. Mana agar kimga MOSFET, WineBet yoki AliExpress kerak bo'lsa, Telegramga kiramiz. Telegramga kirgandan so'ng mana bu silkani yozsalaringiz, mana shu kanal chiqadi. Mana MOSFET, WineBet, AliExpress hamma programmalari bor ekan. 25 yangi promokod APK varianti yoki promokodlar hammasini shu akkauntga tashlab turaman. Hammaga rahmat. O'yinni bosingizlar, gazini bosingizlar.